O'tgan safar aytgan edik, eshiklarni kesib ko'rsamiz deb. Arzon eshigidan boshlaymiz. Endi bo'lsa navbat o'zimizning eshiklarga. Kesavering aka. Videomizda eng qiziq joyga keldik. Mana eshiklarni kesdik. Eshikni ko'rib turibsizlar. Ichida 4 ta dona reyka bor xolos. Boshqa narsa yo'q. Mana ma'murisini qaranglar. Hamcha qo'l bilan ajratib bo'lyapti. Endi esa sifat haqida gaplashamiz. Akbarcha eshiklarning ichini ko'ringlar. Ichlari qanaqangi to'ldirilgan. Reykalarini qaranglar. Bu ichlari ko'rinmayapti buni. Razrezini qaranglar. Mana buni qanaqangi akkuratli to'ldirilgan. Arnini bo'yotibdi. Kim buni ajratib bera oladi? Mana o'zingizlar ko'rdinglar, arzon eshik va qimmat eshikning ichida qanaqa narsalar bo'lishini. Bizni kuzatishda davom etinglar. Agar mana shu videomizga 10 ming ta like yig'sa, keyingi videoda eshikni suvga solib qo'yamiz.